Ya insof bilan deyapsiz aka, 150 ming so'm deyapman-da, puldan muammo yo'q deyapsiz, kamiga urishib beryapsiz aka. Nech pul olish kerak? Nech pul? Puli bilan ishlayapti-ku. Ha, nech pul olish kerak aka? 50 olmush olsang bo'ladi. Aka, puldan muammo yo'q deyapsiz, 50-60 ming deyishga uyalmayapsizmi aka? Tim bo'l ochib zavat qilib beramiz aka mashinangizni. Bu ham qiyin ish emas-ku bu. Ha, qiyin ish emas, yoningizga 8 kilometrdan kelyapman aka. Hozir qayerdamiz bilasizmi? Bilaman. Qayerda? Rohatda. Rohatda aka, yoningizga kelish nima? Osmon. Osmondan tushmayapman aka, to'g'rimi men? Yo. Aka, qani bitta gap aytaman-da, 50 ming 60 mingga muammoyi ochib ketaman, lekin siz 50-60 ming plyus qolgan bo'lsa, tekinga ochib ketaman muammoyi. Lekin siz puldan muammo yo'q deyapsiz, meni urishib beryapsiz, birodar, g'alati emasmi? Yo'q, просто mehnatingga yarasha so'rasang bo'ladi-ku. Aka, shu mehnat, shu ish qo'lingizdan kelmagani uchun odam chaqiryapsiz, to'g'rimi? Nima bo'lganda endi? Plyus kam, aka, bila, o'ylab chaqiring. Iltimos, o'ylab chaqiringlar, aka. Nima bo'lganda qimmat so'rayapti. Yo'q. Aka, yo'q, aka, qarang. Puldan muammo yo'q deyapsiz-da, 1 million pulni ko'rsatyapsiz-da, aka, 100 ming, 150 ming pul bera olmayapsiz shuni orasidan, aka. 150 ming odamlar kuni bilan ishlayapti, 2 minglik. Aka, 150 ming so'rayapsan. Aka, bitta gap, qarang, aka. Aka, texnikani ustida yurasiz, temir ustida yurasiz. Ustani rozi qiling, yaxshi ish bo'lmaydi, aka. Nima bo'lganda endi? Nima bo'lganda? Aka, insofni siz o'zingizga so'rang. Men insof bilan aytaman 150 ming, aka. Plyus kerak emas, aka, shu 1 so'm plyus kerak emas. Qo'ying, aka, cho'mchi sol. So'rash kerak-da. Normali so'rayman, aka, prosta ustani rozi qiling bo'ldi. Charchamang. Короче. Ko'rasizlar ham holatda. Shunaqa qilgandan keyin odam kelgisi ham kelmaydi, undan qilib. Urushsiz bo'lmasa. Mana shunaqa yerga urgandan keyin odam asablari buzilib ketadi-da, bori.